Balalık devrimni eslashni xohlamayman. Chunki balalık devrim balalarga xos bo'lmagan kechirimchilar bilan to'lgan. Gerçi yavoylik va logiksizlik bilan to'lgan balalık devrimni qaytarib kelish qo'limdan kelmasa-mu, ota-onamning jumladan atrofimdagi kishilarning orzu istaklarining men izlangan yashash usuli emasligidan gumonlanish tamoman qo'limdan keladi. Hayotimni oddiylashtirish uchun tirishgan siri uni murakkablashtirib oldim. O'tmishimdan zarlangan siri texmi nachar o'tmishga mubtalo bo'ldim. İnkar qilgan har bir reallik menga jin bo'lib choplashdi. Hayotlik energiyalarimdan mangulik dvigatel yasash xiyollarim barbod bo'ldi. Ardim, charchidim. Ko'zimni ochgan siri ko'rolmadim. Oxiri ko'zimni yumdim. Ko'rganim o'zim bo'lib chiqdi. O'zimning hozirdan iborat bir reallikda yashayotganimni his qildim. Kelgusidan kelgan g'am andisha, o'tmishimdan kelgan pas-pes to'yg'ular g'oyib bo'ldi. O'zimning tafakkuriga muddaga ega bo'lgan ijtimoiy mavjudot ekanligimni to'nib yetdim. Shunda qilib men psixologiyani tanladim. Yo'q. To'g'ri qilib aytganda psixologiya meni tanladi. Kallamdagi nurg'un chigish savollarga javob topildi. Shundaqla nurg'unlagan savollar paydo bo'ldi. Men asta-asta o'zimning kontrolligiga o'tishga boshladim. To'yuqsiz o'zim o'rgangan psixik savodlarni texnik ko'p kishilar bilan o'rtoqlashishni to'g'ri topdim. Undaqda darsligimni o'zimga xayrxo'sh deyish orqali boshlayman. Ali Qurbon. Assalamu alaikum. Bugün bizning o'tadigan darsimiz besim to'g'riliq. Ham nurg'a odamlar hozir jamiyatda besim to'g'riliq gap qildi. Masalan, iqtisodiy besim, ijtimoiy besim, bolalarning besimi, xizmat besim degandek nurg'un besimlar. Amaliyotda besimning shakllanishida qandaq bir xil omillar mavjud degan vaqtda besimning shakllanishida asosligi u sirtqi muhitning yoki sirtqi yuz bergan voqealardan ko'proq kelmasdan balki odamning o'zining besimi qarshi tura oladigan psixik salohiyat chemberining to'liq yetilmaganligi uchun odatda kishilar besim his qildi. Unda psixik salohiyat chemberigi degan nima desa, bir odamning bundoq aytgan vaqtda kimligi. Kimligi degan nima desa, u odamning nimani yaxshi ko'radigan, nimani yaxshi ko'rmaydigan to'liq tushuncha hisoblanadi. Nurg'a odamlar odatda turmushda o'zining nimani yaxshi ko'radigan, nimani yaxshi ko'rmaydiganligini bilmaydi. Bundaq ahvolda qanday ish yuz berdi degan vaqtda uning sirtqi atrofidagi kishilarning, ya'ni ko'p qism kishilarning yaxshi ko'radigan yoki ko'p qism kishilar qilgan ishlar uning nisbatan cho'qim zurriyatdek, ashni yaxshi ko'rdigandek tuyulib ketdi. Ko'p qism kishilar qilmagan ishlar chulsa, u uni his bo'lmaydigandek bir xil, u yaxshi ko'rmaydigandek tuyg'u hosil bo'ldi. Bu xil holatda kishilarda nim psixik paydo bo'ldisa, agish psixik. Agish psixikasi nimalarni paydo qildi degan vaqtda, masalan, ba'zi odam balki atrofdagi kishilar qilgan narsaga yetarlik mablag' yoki yetarlik sharoit hozirlab uning agishi olishi mumkin. Biroq ba'zilar shu deganda buning agishamaydi yoki uning yetishamaydi. Bundaq vaqtda kishilar nima bo'ldi deganda besimist qildi. Unda biz ma rasmni ko'rib boqaylik. Masalan, 10 odam bor deylik. Bu 10 odam asli bir tekshi, bularning mayli iqtisodiy sharoiti bo'lsin yoki bularning ijtimoiy o'rni bo'lsin tekshiydi. Tuyuqsiz bu 10 son asli tushgan vaqtda nimaga aylandi degan vaqtda 3 odam buning ichida qalpoqqa erishdi. Ammo 7 odam qalpoq bormi degan 7 odam qalpoq yo'q. Bu vaqt qandaq bir hissiyot psixikasida yoki qandaq bir hissiyot o'zgarish paydo bo'ldi deganda, ma 3 qalpoq kelgan odamda balkim bir xil sal huzur tuyg'usi paydo bo'lishi mumkin. Ammo 7 odamda psixik buzilish hosil. Chunki bu yerda qalpoq yo'q kishi 7 bo'lib, qalpoq odam 3 odam. Bundaş etgan vaqtda bu yerda ijtimoiy normani, ijtimoiy o'lchamni yaratayotgan 3 qalpoqliq odammi degan unda emas. Ya'nilam qalpoq yo'q 7 odam, ya'nilar ijtimoiy o'lchamni yaratib chiqaraverdi. Shunga bu xil chambarishda bu 7 odam ya'nilar normal holatda mengaverdi. Ammo
Bu taraqqiy qilib, qalpoq kelganlar 7 odamga aylanib, qalpoqsizlar 3 odam bo'lib qolganda chu degan vaqtda bularda qizirish, ya'ni besim shakllanishga boshlaydi. Chunki bu vaqtda 7 qalpoq kelgan odam ijtimoiy o'lchamda ishib qo'ydi. Ya'ni normal odamlar qatori kirib ketdi. 3 odam chulsa, bularning ko'z qarashida normalsiz bo'lib ketdi. Nimishqa deganda bu 3 odamda qalpoq bo'lmaganlik uchun. Demak, bundaq sharoit ostida 3 odamda tabiiylab besim shakllandi. Ammo bu besim shakllangan bilan bu 3 odamda tangli qalpoq bo'lmagan uchun yanada bir-birisiga nisbatan tasalli ehtiyoji yoki tasalli munosabat bilan bularni yanlam zo'r besim ish qiladi, ammo psixik binormallik paydo bo'lmasligi mumkin. Ammo asla qarsak, bu qatim 9 odamda qalpoq, ya'ni o'xshashlashgan, faqat bir odamda qalpoq yo'q. Bu vaqt qanday yuz berdi bo'lsa, buning besimi asosiyatdan chekiga yetadi yoki portlash shaklida, buningda binormallik paydo bo'lishi mumkin. Psixikadan chatoq chiqishi mumkin. Nima ish qilsa bu mayda 9 odam o'xshayolmaganlik uchun. Demak, nurg'a odamlarda bulayotgan bu xil psixik besim yoki psixik binormallik nimadan kelib chiqadi desa, boshqalarga o'xshamaganlik uchun psixik besim kelib chiqadi. Masalan, bu yerda hammaning bir qul qilib deb faraz qilsak, men tuyuqsiz sahnaga chiqib dars o'tayotgan vaqtimda men ikki qulqim bor, sizlar chuqur ish og'ritishi mumkin. Yosh turib miyplab qoldi. Nima ish qiladigan vaqtda? Chunki bu yerda hammaning bir qulqi bor, mening ikki qulqim bo'lganligi uchun. Bu yerda menda qanday hissiyat o'zgarish bo'ldi desa, men o'zimni binormal ish qilishim mumkin. Yani bir quloq odam emas, ikki quloqli odam binormal ish qilishi mumkin. Nima ish qilsa? Chunki bu sinfda, ya'ni bir quloqning o'zi ijtimoiy o'lchamlik normani yaratib qo'ygan bo'ldi. Shunga nurg'a odamlarda bu xil nimani o'zining yaxshi ko'rdiganligi, nimaning asl normal ekanligini bilmagan vaqtda, nimaga asoslanadi degan vaqtda ko'p qism kishilar agashgan, ya ko'p qism odamlar shug'ullangan, ya ko'p qism odamlar kelgan narsalarga nisbatan bular ehtiyoj paydo. Agar bular bu ehtiyojni qondiramiz, nima paydo bo'lsa, besim shakllanib qolgan. Undan boshqa hozir yoshlarimizda masalan, yoshlarimiz orasida modulayotgan bir besim bor. Bu nim besim, iPhone besimi hamda. Unda esa iPhone besim qanday kelgan? Masalan, bu iPhone degan narsa mavjud bo'lmasa, hech kimning qallasida iPhone ehtiyoji yo'q. iPhone degan bir besim yo'q. Ammo ana vaqtida hech kimda undaq besim shakllanmagan. Ammo bu 3 odam olgan vaqt, ya'ni tunji qatim iPhone chiqqan vaqtimi, kishilarning besim shakllanmagan, havas shakllangan faqat. Ammo iPhone ishtiganlar, ya'ni o'zining ma'lum to'p orasidagi-da, masalan 10 do'stning orasida 7 iPhone ishlatgan vaqtda bu 3 balada nima shakllandi degan vaqtda iPhone besim shakllandi. Ehtiyoj shakllandi. Ya'ni buning kallasida ibtidoiy men nima deydi bo'lsa, 7 do'stning iPhone bor, senda nima ish yo'q. Sendimi bo'lish kerak degan kerakdan bir shakllandi. Unda esa bu uchinning ichida balkim buning iqtisod yetmas mumkin. Ba'zi olanmas mumkin. Bular qanday qildi degan vaqtda dal mushlar besim ichida yashaydi. Besim shakllandi. Bu besim bevas iPhone'dan kelgan, bu degan iPhone'dan kelmagan. Balki buni psixik salohiyat chemberkining immun kuchining, qarshi turish, yoqtish kuchining mandashib etgan vaqtda ojiz bo'lganlikdan bu 7 odamda bor narsa qandaqdir buningdimi bir ehtiyoj besimini shakllantirib qo'ydi. Agar buning ichida ikkisi har xil amallarni qilib, nurg'un badallarni to'lab masalan, qarz olib maqata qilib oldi. Bu vaqtda xushal bo'ldimi? Xushal bo'lmaydi. U faqat 7 odamning ishi kirvag'ini xushal. U faqat normal bo'lvag'ini xushal. Endi masalani keldi bu bir odam. Bu balki buni oshkorlamoq mumkin, isbot qilmas mumkin. Biroq buning qalbida nim shakllangan, kuchli bir xil besim shakllandi. Yoki bo'lmasa, biz shu onalarimizning orasida modulayotgan nur chapan voqeasini elib aytaylik. Mening opamning o'zining bir nur chapani bor. Men bir kun so'radim opamdan. Sen shu nur chapanni nima ish olding? deb so'rsam, opam bu bek issiq deb mundaq qildi. Aqlim muvofiqlashib tushandi deb buni. Aniki men ishkirlab so'rab oldim. Rasi issiqmi? Desam kulib ketdi opam. Hamlet opam bu nur chapanni kiyishlik sababi hargiz issiq bo'lganlikdan emas. U issiq bo'lganlik mundaq aytgan nur chapanning qisman funksiyasi hisoblandi. Asos funksiyasi nimasi? Opam ba chamber, ya'ni opamni aloqalashtirgan ijtimoiy chamber kishilar, do'stlari, xizmatdoshlari, qo'shnilarimiz ning ko'pinchida nur chapan bo'lganlik uchun opam tuyuqsiz nimani his qilgansa bir xil besim, elish ehtiyoj besim shakllangan. Albatta opamda otul iqtisod bo'lganlik uchun buni oldi ehtiyojini darhol ta'minladi. Ammo buningga nisbatan sharoit, iqtisod sharoit to'liq bo'lmaganligi qanday bo'ldi desa, elishga bo'lgan bir ehtiyoj paydo bo'ldi. Buni ololmadi. Bu vaqtda besim shakllandi. Demak, bizning bu yerda to'xtamay deb kelayotgan besim nereden kelyapti degan vaqtda dal uningda yo'q, yoki ma'lum narsani rad qilish
salohiyati bo'lmaganligi uchun, rad qilish qobiliyati bo'lmaganligi uchun u boshqalar ko'p sondagi odamlar erishgan narsani yoki ko'p sondagi odamlar ishlatgan narsani uningmi bir ishlatish ehtiyoji bordek his qildi. Demak, bu yerda biz deyotgan besimning hammasi sirtqi sharoit, muhit bilan munosabat qilmasdan, o'sha odamning o'zining men bu yerda aytgandek psixik salohiyat chemberkining ojiz bo'lganligidan besim his qilish shakllandi. Unda qo'z psixik salohiyat chemberki qandoq shakllandi, qandoq mavjud bo'ladi, buni qachon buzilib ketadi masalada. Buni biz nereden izleyimiz degan vaqtda, nurg'un vaqtda bola vaqtidan tortiblar odamda tabiiy psixik salohiyat chemberki asli mavjud bo'ladi. Yoki mavjud bo'lmagan taqdirda kichik vaqt yetildigul bo'ldi. Biroq buning ota-onalar ko'pincha xato yeteklash, ota-onalarning aralashib olishi yoki doim ota-ona bola uchun qaror chiqarib berganligi uchun bolada tabiiylar o'zining qarorini chiqara olmaslik yoki bo'lmasa tanlash huquqi bo'lmaslik yoki o'zining yaxshi ko'rgan narsani rad qilish, o'zining yaxshi ko'rgan narsani erishga bo'lgan ma'qul sharoitini asosan ota-onalar buzitadi. Masalan, bir bola bir necha mevaning ichida olmani masalan yaxshi ko'rmagan bo'lsa, apsi bu bolaga nima deyish mumkin desa, "Mush olmani ye. Chunki bu olmani yesang sana foydali edi" deyish mumkin. Yoki bo'lmasa hammadan bunday qilib, sen ham shunday qilmaysan deyish mumkin. Demak, kichik vaqtdan boshlablar ota-onalar bolalardagi bu xil rad qilish yoki bo'lmasa qabul qilish, tek bu xil xarakterni asosiyatdan nim qiladi, bayron qiladi. Shunga psixik salohiyat chemberkini yetildirishning eng yaxshi payti qachonsa bolalik davrida. Biz buni keyinchi shu taraqqiyot psixikasida bolalarda qanday qilib psixik salohiyat chemberkini yetildirimiz, qanday qilib qaror chiqarish iqtidorini yetildirimiz, buningda texmo jiq so'zlaymiz. Demak, bolalarda kichik vaqtidan boshlab hamma narsani ota-ona qaror qilib berganligi uchun ularda bir qaror qilish, hatto nimani yaxshi ko'rish, nimani tanlash huquqi shu vaqtdan boshlab mahrum bo'lib ketgachga, cho'ng bo'lgan vaqtimi uningda asosiyatdan aniq bo'lgan bir xil psixik salohiyat chemberki olmaydi. Psixik salohiyat chemberki deganimiz bunday aytganda bir qalqon hisoblanadi. Qalqon. O sirtqi yuz bergan ishlarga yoki bo'lmasa har xil o'z ehtiyojlik bo'lmagan ma'lum bir talablarga nisbatan qalqonlik rolini o'taydi. Masalan, agar sizning bu qalqiningiz qancha mustahkam bo'lsa, besim shuncha qaytib ketadi. Bunday aytgan vaqtda sizning nimani yaxshi ko'rdiğiniz va nimani yaxshi ko'rmaydiğiniz aniq bo'lgan vaqtda bu xil besimlar darhol qaytib ketadi. Masalan, bayatınki biz qalpoq masalasini olsak, agar uningda qalpoqni yaxshi ko'rmaydigandek bir aniq tanlash yoki aniq salohiyat bo'lsa, u mayli 9 odam yoki 9 ming odam, hatto 9 million odam uning atrofida qalpoq kiyib yurgan taqdirdimi, uningda qalpoq tarafidan besim asılmay. Nimishqa degan vaqtda u o'zining ishiga nisbatan men qalpoqni yaxshi ko'rmayman deya oladi. Yoki iPhone shu. Agar uningda aniq men bu xil telefonni yaxshi ko'rmayman deydigan bir xil salohiyat bo'lsa, u o'zini tunib yetalish shu degan vaqtda uning nisbatan ehtiyoj paydo bo'lmaydi. Uni ololsin yoki ololmasin, uni besim shakllanmaydi. Bu xil holatda odam qanday xarakter yetildirdi degan vaqtda bir xil individuallik xarakter yetildirdi. Individuallik, farqli, kishilarga o'xshamaydigan. Emniyet qandaq narsa kishilarning diqqatini tortdi degan vaqtda dal farqli bo'lgan, o'zi bir xil individuallik farq chiqib turgan odamlar boshqalarning diqqatini tortdi. Masalan, ingliz tilida charisma deydigan bir xil bor. Charisma degan nima esa bir xil jalb qilish kuchi deb qaraldi. Bu xil jalb qilish kuchi dunyodagi masalan zongtonglayotgan yoki cho'ng mavqe qozongan liderlar yoki olimlarda tabiiy yetilgan bir xil xarakter. Bu xil charisma xarakteri nereden şekillendi desa, dal individuallikdan şekillendi. Fakat odam o'zining ashundaq o'zi xos bo'lgan, uningda bir xil individual xarakter bo'lgan vaqtda, doimli boshqalar qilgan ishga ergashmaydigan, o'zining bir xil tanlash salohiyati bo'lgan vaqtda, bunday odamlarda tizla taraqqiy qilish yoki nima deymiz, bo'shliqqa shakllangan bo'ldi. Masalan, ba'zi odamlar sen meni titang tumurimni tegding degan gapni bekchi qiladi.
Unda olsa bu yerki titang tumurga tegish degan nima? Bu yerki titang tumur degan nada? U hargizmi odamning badandagi ma'lum bir tumur emas. Bu albatta bir o'qchi hisoblanadi. Unda olsa titang tumur degan zot nerda bo'ldi deganda, men bayatım degandek, bu psixik salohiyat chamberkidagi har xil yuchuqlar, ishkilinishlar, uning o'zining kimligiga nisbatan hech qanday bir aniq bo'lmagan tuyg'ular qilinadigan gap. Hamda odamlar bir odamga qanday muomala qildi degan vaqtda, masalan, men bir odamga muomala qilsam yoki mening kallamdagi ma'lum bir odam hargizmi u odamning o'zi bo'lmasdan u odamning qilgan ish harakatlari. Demak, odamning nima qilishi shu odam vakillik qiladi. Bizga nisbatan biz odamlarni uning qilgan ishiga asosan hukm qilamiz. Ammo u kallas o'zini nima deb o'ylaydi bo'lsa, u qilmoqchi bo'lgan ishini shu men deb turib oldi. Masalan, men kelgusi menda qilmoqchi, men shu. Men kelgusi olim bo'lmoqchi, demak men hozir olim. Men kelgusida boy bo'lmoqchi, men demak boy deb uning kallasidagi men obrazi kim bo'lsa, uni qilmoqchi bo'lgan ishlari. Bunda ochib aytgan vaqtda boshqalar bizning realligimizni ko'radi. Boshqalar bizni real bevos ko'radi. Ammo biz o'zimizni xiyoliy tuyg'u, xato tuyg'u bilan mo'lcharlab olamiz. Bunday sharoit ostida bizni nima kelib chiqadi bo'lsa, doim boshqalarni xato tushunish yoki bo'lmasa boshqalardan ushiqcha, ortiqcha talab. Masalan, do'stim menga cho'qim yaxshi muomala qilish kerak. Do'stim menga cho'qim adabli muomala qilish kerak yoki do'stim menga pul yurib turish kerak. Unda pul yurib turmizcha, bundan beyaramlik paydo bo'ldi. Unda bu beyaramlikni uning pul bermaslik keltirib chiqardimi yoki uning do'stim menga pul berib turish kerak degan tuyg'usi keltirib chiqardimi? Endi balkim bu odamning irsidan qolgan bo'lishi mumkin. Ya'ni bir odam balkim o'zini markazlab o'ylashi mumkin dunyoning. U markazlab o'ylab olganlik uchun hamma odamning uningga nisbatan bir bo'ysunishini, hamma odam shuning uchun xizmat qilishni yushunog'ida talab qilavishi mumkin. Shun kishilar ko'pincha atrofdagi odamlarni asosiyatni nazardan saqlab qilib, o'zini birlamchi o'rin qo'ydi. Bunda vaqtda nima shaklda bo'lsa, hammadan menga yaxshi muomala qilish kerak, men e'tirof qilish kerak yoki bo'lmasa menga men o'zim degan sharoitlarni hozirlab berish kerak deb qaraydi. Men bu yatim degandek bir do'stim birisi, masalan, sen do'stim, sen mendan cho'qim pul berib turishing kerak dedi. So'di, u berib turmadi. Buning bir yaramlik paydo bo'ldi. Do'stlikqa nisbatan buningda xato tushunish bo'ldi. Yoki do'stlikqa nisbatan buning besim bo'ldi masalan. Demak, bu yerda uningdagi bir yaramlik keltirayotgani do'stining uning pul bermasligimi yoki buni do'stim menga pul berish kerak deyotganimi degan masala bor. Shunga bu xil biz aytib aytayotgan titang tumur degan nima esa dal odamdagi o'ziga nisbatan xato tushunchalar. Bu xil xato tushunchalar ko'p bo'lgan siri sirtqi besim uningga darhol besib kirdi. Yoki uningda o'ziga nisbatan hech qanday tushuncha yo'q. U kimligini bilmaydi o'zining. Demak, bir odam o'zining kimligini bilmaganda, uning turmushda yuz berayotgan masalalar texmi murakkab, texmi g'uvo ko'rinadigan gap. U o'zining hatto masalasining nimaligini bilmaydi. Demak, u o'zining masalasining nimaligini bilmasa, u masalasi hal qilinmaydi. U faqat masalaning borlig'ini, mavjudligini biladi, biroq masalaning nimaligini bilmaydi. Masalaning nimaligini bilmaganda uning nisbatan konkretni tadbir qo'llanmaydi. Bu vaqtda odamlar tuyg'usizlar besim ichiga kirib qoldi. Nurga odamlar besmim bor deydi. Ammo unda sizning besming nima desa, ko'zini yumsa hech qanday bir narsani topolmaydi. Xizmatni o'ysa, xizmat yaxshi, balsini o'ysa, balsim yaxshi. Hammani o'ysamiz joyida, biroq besim bor deb his qildi. Nima ish qilsa, uningda psixik salohiyat chamberga intayin mo'xu deb qo'yamiz, g'uvo bo'lganlik uchun u zot o'zining besim manbasining nerdan kelayotganligini bilmaydi. Amniyat uningdagi besim manbasi nerdan kelyapti-sa, dal ehtiyoj besimidan kelyapti. Bu ehtiyoji uning asli shaxsiy ehtiyojimi degan unda emas. Faqat atrof kishilarning shug'ullanayotgan narsa uning asosiyatli ehtiyoji bo'lib qoladi. Shunga biz ko'pincha psixologiyada cho'qim bir odamning psixik salohiyat chamberi ekan. Bunda ochib aytgan vaqtda uningda bir kimlik salohiyati bo'lishi kerak deb qaraymiz. Unda esa ma'risimni men bir tushuntirib o'tayin. Masalan, ma bir tal uy. Bu uyning atrofida qo'rshav yog'och bor. Biz faraz qilaylik. Ma yog'och bo'lmasa, agar uningda bir qo'rshav yog'och bo'lmasa, bu uyning atrofiga
chuqum bir necha kundan keyin axlat to'kilib qolishi mumkin. Yo kishilar bu yak velosipedlarni to'xtatib qo'yishi mumkin. Hatto bu yani xola uburnining o'rnida ishlatish mumkin. Nima ish qilsa? Chunki bu o'yning chegara sezilmagan. Agar buni chegara sezib qo'yish bo'lsa, tabiiy odam buning sirtida bo'ladi. Demak, odamlar ko'pincha aloqa qilgan vaqtda ular o'zining aslidagi boshqadan talab qiladigan ehtiyojini bevos o'tirib qo'ymaydi. Buni yushirdi. Masalan, bir odam meni ko'nglimga tekkidek yoki meni ismimni atab yoki bo'lmasa Qalaymxon mening laqam bilan to'ldi. Hey, oy deb to'lgan bo'lsa, masalan, men buni ko'nglim keldi. Biroq u mendan sizning ko'nglingiz keldimi deb so'ragan vaqtda yoqtab turib oldi. Unda bo'lsa, bu ikkinchi qatim buni mening u odamning meni yana o'ylab to'lash imkoni kuchli degan kuchli. Albatta u meni yana o'ylab to'laydi. Men yana beyaram bo'lmay. U meni yana o'ylab to'laydi. Yana men beyaram bo'lmay. Bu vaqt nim paydo bo'ldi degan vaqtda menda u odam bilan bo'lgan o'tirishda hech qanday sirq sezib etmaganligim uchun u mening territoriyamga yoki mening psixik o'rnimga busab kiraverdi. Agar men uningga siz meni o'ydimang, mening ko'nglim keldi degan bo'lsam, u chog'i nima shakllandi? U faqat 1 minutlik yoki yarim minutlik ko'ngli yerim bo'lib yoki beyaram bo'lishi mumkin, ajab dedi. Ammo uningdan u meni o'ydimas mumkin. Demak, nurg'a odamlarning kishilik munosabatni eng ketkizib qo'ydigan nimasi, ular odatda o'zining ehtiyojini konkretni boshqalarga demaydi. Bu xil konkretni bo'lmagan ahvol ostida kishilar uning qanday muomala qilishni bilmaydi. Shunga u o'zining xiyoli bo'yicha muomala qilaverdi. Biz ondan u xato muomala qilgan odamchi degan vaqtda buni ifodalamay mengaverdi. Buni bilan ularning kishilik turmushdimi nurg'ulg'an masalalar paydo bo'ldi. Masalan, bir ayol yo'ldishidan "Men ozroq pul kerak" dedi. Unda bo'lsa, bu yerga ozroq degan zot qanchalik miqdor? Bu 1000 ko'y bo'lishi mumkin, 1 ko'y bo'lishi mumkin, 100 ko'y bo'lishi mumkin. Chunki bu yerga ozroq puldagi ozroq nurg'a odamlar uchun har xil. Unda buni ayolning ko'z qarashiga ozroq bilan yo'ldishining ko'z qarashiga ozroq o'tirsida farq bormi degan farq bo'ldi. Balkim ayolning ozroq degani 200 ko'y bo'lishi mumkin. Ammo yo'ldishining kallasida bu 10 ko'y bo'lishi mumkin. Undasa ayol "Men ozroq pul lozim" dedi. Yo'ldishi uningga 20 ko'y berdi. Vaqt nima shakllandi? Vaqt xato tushunish. Ayol bu vaqtda balkim buni konkretni ifodalamaganlik uchun o'zining qarshi taraf bo'lgan talabini o'chaq qarshi taraf buni xato o'ylab oldi degan gap. Demak, kishilik munosabatdami biz nurg'un vaqtlarda boshqalar bo'lgan talabimizni bevos o'tirib qo'ymaslik tufayli qarshi taraf bizga qanday muomala qilish bilmaydi. Bal tarbiyachim shu. Nurg'a ota-onalar bolalarni yaxshi bo'l bolam deb qo'ydi. Unda esa bu ota-onaning kallasidagi yaxshi degan zotni tushundirdi. U yavash qilmoqchimi? Yoki bo'lmasa tirishib o'qitmoqchimi? Yoki bo'lmasa zoti yaxshi degani zot nima ifodalaydi? Bunda abstrakt narsalarni bolalarga tushunmaydi. Balkim bola buni yaxshi degani yavash deb tushunishi mumkin. Unda bir yavash bola yaxshi bolami? Unda deb kelolmaydi. Chunki u yavash bo'lganligi uchun uning muhitni qidirib tekshirishi yoki muhit bo'lgan aloqasi, uning kepsizligidan kelib chiqadigan muhit tushunchasi kimib ketishi mumkin. Demak, bu yerdagi yaxshi bal bo'l degandagi yaxshi intan g'uva bo'lganligi uchun qarshi tarafmi buningga g'uva inkas bildirdi. Demak, bir odamning psixik salohiyati bir qancha g'uva bo'lgan siri, uning maslisi g'uva bo'ldi. Maslisi g'uva bo'lgan vaqtda uni qanday bir taraf qilish bilmaydi. Qanday bir taraf qilish bilmagan nim shaklda bo'lsa, to'xtamay besim his qilgan. Shunga ko'pinchimiz bugungi darsni nima tushunamiz degan vaqtda odamda chuqum bir qalqonning bo'lishi. O chuqum o'zining asli nimani yaxshi ko'radigan va nimani yaxshi ko'rmaydigan bilish kerak. Mayli atrofdagi odamlar qanday bo'lib ketishidan qat'iy nazar, u o'zining yaxshi ko'rgan narsaga ergishish kerak. Mayli odamlar nurg'un narsalarni qanchalik inkor qilishidan qat'iy nazar, u qabul qilish kerak. Nurg'un odamlar nurg'un ishlar mumkin emas deydi masalan. Nurg'un yoshlar nurg'un odamlarga ergishib, uni mumkin emas deydi. Balkim bu mumkin emasni mumkin qila oladigan mo'jizalar mavjud bo'lishi mumkin. Biroq bu bala nurg'unlig'a mumkin emasdan anglaganlik uchun, buning psixik salohiyati bir yuchiqlar bo'lganlik uchun, u balkim bu ishni mumkin emas deyish mumkin. Shu nurg'unlig'a yoshlarda tirishib eng oxirida muvaffaqiyat qozonish tuyg'usini kim yo'q qilib bo'lsa, atrofdagi odamlar yo'q qilib. Shunga bir odamda chuqum individual bo'lgan, xos bo'lgan
o'zining idisi tura oladigan shundoq bir aniq bir qalqon eng oxirida shundoq bir aniq chegara bo'lsa, u odamga sirtqi muhitdagi har qanday bir o'zgarish asosiyatdan ta'sir qilolmaydi. Unda olsa, bugün sözlediğini müşahitçe, eğer düşünmegen sualınla olsa sorsanız buldu. Siz. Assalamu alaykum alim. Bu ders alığınız dep ötkeningidek kichik nayte nurgun kichik bolalarning kichik vaqtida salohiyat chembagi aniq belgilanmaydigan ota-onasiniki har xil qarashlar sababidan bu nurgun yo'chuqlar paydo bo'ldi ekan. Endi bunda bo'lganda biz cho'ng bo'lganda shu psixikamizdagi salohiyat chembagidagi yo'chuqlarni qanday bo'lganda eng yaxshi hal qilib buni tuzab keta olamiz? To'g'ri savol. Masalan, men sizdan bir savol so'rayman. Bu sinfda sizning 100 yuan pulingiz yutib ketdi. 100 yuan pulingiz yutib ketgan vaqtda buning ichida do'stlaringizmi bor, tunishlarmi buning hammasi. Ammo sizning 100 ko'y pulni birisining elib olgani rost. Kimning elib olganini bilmaysiz. Siz mushu kimning elib olganini bilinmagan siri sizda bearomlik paydo bo'ldi. Nima deganda, mushin kim elib olgandi? Do'stim elib olgandimi yoki partiyashim elib olgandimi yoki kim elib olgandi? Bu besin bağansız yuqurlaydı. Bağansız kallığınızda ötmeydi. Sebebini bilmegelik için. Kimden ele bağallıqını. Ama tutsattan bu yüz koy pulunu ma'lum birisinin ele bağını bildiniz. Bu vaqt şu degende dastlab besimiz tüvelleydi. Çünkü siz eniq bu qetim kimden ele bağını bildiniz. Yoki boldiqlaysiz, yoki berib uningdan so'rab pulunuzni ele verishiniz mumkin da. Demek psixika dersinin asas rol nima degan vaqtda nurg'a odamlarning besimining yoki nurg'a odamning azobining yoki nurg'a odamlarning meyli münasebetlik olsun, meyli hizmetlik olsun, meyli her xil sahadan kelgen besimlerinin kiriş mənbəsini sözləb birimiz. O kiriş mənbəsi bilgende tabiila şu mənbəni taqaşqa yoki olmasa onu bir taraf qila olaydı. Psixik besiminin asaslı kelivatqını neymiş undaq jiqib ketkense, çünkü nurg'a odamlar onun nereden kelganini bilmaydi. Agar o o'zining konkretni sadı qaysi mənbədən kelivatqını bilgan amançu degan vaqtda darhol tüvellaydi. Şuna psixika analizning yoki nurg'ilgan bemorlarning masalan psixikadan chatlaq chiqqan bemorlarmi nimish izlab keldi degan vaqtda ular shu nimish undaq bo'lib qolganini bilmaydi. Bizlar analiz qilib uning nimish shundaq bo'lib qolganini bilgan amançu deganda darhol ular kasallik alomatlar tüvellaydi. Şuna mushu darsdan anglash orqali ama şu mesela başına ahir anlaş arqılıq adamlar üzünü düşünüşkü başlaydı. Üzdeki meselelerini bayqaş başlaydı. Bunu düşüngen amançılsa biz bayatın degende psixikalıqa yuçuqları özlüküden taqılıp mağdı. Çünkü adamın psixikasını yaxşılaştan en yaxşı yolu mesela psixik ügünüş. Psixika degende mesela psixik degende biz adamdan sapası hesaplandı. Sapa degende mesela sapa degen dal psixik salay çembir ki. Bir sapası var adam o bir individuallık yaratkan buldu. O asasiyatın to'g'ri xatoni kishilarning ko'p qism kishilarning harakat orqali emas, aslida orqali qabul qildi. Bunday odamlarda asosiyatdan sirtqi muhitning ta'siri uchta shakllanadi. Sizdan. Assalomu alaykum olim. Odamga besim kelgan ham ruhiy jihatdan ham jismoniy jihatdan og'irlik his qildi ekan. Buning aniq sababini tushuntirib berasiz. Bo'ldi. Endi besim kelgan vaqtda odam qanday his qildi biz buni psixikada elishish yoki qechish prinsipi bilan tushundiramiz. Bu bir xil mexanizm odam tug'im bo'ldigan. Elishish yoki qechish mexanizmi degan nima desa, masalan, biz bunda qo'ylaylik. Bizamiz hozir o'rmonlikda. O'rmonlikka ketib olsak, tuyuqsiz bir shir uchrab qoldi. Og'zini shundoq yo'g'on echib qardi. Bu shirni hargizmi tomoqdan paristotandiki deb o'ylamadim. Bu shundali bo'lsa, yeydigan shir. Unda sizda qanday tuyg'u paydo bo'ldi? Bu vaqtda mindal tursizlar, chingli kirishidi, ko'zlaringlar yo'g'onab ketadi, mushkullar tursizlar. Unda siz badanda qanday tuyg'u paydo bo'ldi degan vaqtda, badanda birinchi börek usti ya'ni besim o'rmini deymiz. Börek usti o'rmini
ajralib chiqadi. Bu ajralib chiqqanda qanday ahvol yuz berdi desa, bu butun badanni bir xil jiddiy holatga keltirdi. Qon aylanish yaxshilandi. Nima degan vaqtda, chunki shirni ko'rgan vaqtda odamda ikki xil tuyg'u paydo bo'ldi. Birisi uning bilan elishish yoki qichish. Unda elish uchun qanday qilish kerak? Kushlanish kerak. Kushlanish uchun badan buni oldi burun tunib bo'ldi. Chunki biz shirni ko'rgan vaqtda bizning kurish nervimiz orqali bizning nerva markaz bir taraf qiyg'uvchimizga signal keldi. Shir ko'rildi, tahdid, bu sening hayoting bilan munosabat, hayot mamoting bilan munosabat degan signal keldi. Bu signal kelgan vaqtda butun badanga signal uruytidi. Tahdid keldi, yo alishsan, yo qochsan, tayyorlik qil deydi. Buning tayyorlik uchun badan nima ish qildi desa, birinchi qon aylanish. Tizishib ketdi. Tizishib ketdi. Börek üstü bezdeki hormon qo'yib berildi. Hücrelerdeki barliq energiyalar qo'lpitlar yig'ildi. Anındakin energiya masalan yağ va shakar holatda u barliq kichikgina energiyani saqlab qolmay butun badanga chiqarib berdi. Chunki bu vaqtda uni hayot bilan munosabat qilganlik uchun. Diqqat, butunlay shir kirdi. Bunda vaqtda odam shirdan boshqa hech narsani anglamaydi. Shirdan boshqa hech narsani ko'rmaydi. Bunda vaqtda apang to'lab tamaqani yeyolsam anglamaydi. Yoki bo'lmasa kiyimning markasi yoki kiyimim to'polab ketadimi deb o'ylamaysiz. Sizda bu yerda birinchi diqqat qiladigan narsa shir, qanday qichish. Bu xil diqqatga odamda g'oyat zo'r energiya ketadi. Demak, odamlar turmushidagi nurg'un ishlarga xuddi shirga o'xshash muomala qilib olganlik uchun uning badandagi 5 energiyalarning hammasi mayli qon yoki may shaklida bo'lsin, barliq energiyalar sarf bo'lib ketgachga odam intayin org'inlik yashaydi. Endi bugungi jamiyat targizma bir odam xizmatga yoki maktab berishadigan shir ushlab qolmaydi. Ammo nurg'a odamlar odatdagi masalalarga shirga o'xshash muomala qilib turib oldi. Demak, bu xil besim ostida yashaganda odamni tizla charchash paydo bo'ldi. Yoki bo'lmasa, men otni misol olsam, bizning badnimiz ot bo'lsa, bizning ro'yitimiz, bizning kallimiz chavandoz bo'lsa, bu otni yaxshi boshqarib mang'alaydi. Ani qil, mani qil, mani qil, ani qil deb ro'yit badanni boshqara oladi. Agar tasodifan bunda bo'lib qolsa, bu chavandoz ostida ot ustida ulab qolsa, badan bu chavandozni boshqarsa, yiqilish mumkin. Bu xil org'inlikda albatta org'inlik shakllanadi. Shunga doim odamlarning to'g'ri bo'lgan ro'y holati badanni boshqarib turish kerak. Qachonda badan uning ro'y holatini boshqarib olgan zaman uning da asosiyatini charchash, axloqiy charchash, ro'yi charchash, jismoniy charchash, ma'naviy charchash darhol shakllanadi. Shu odam charchash hech qildi. Ondan bugungi darsimiz mushaqish bo'lsin. Keyin ko'rishlar.